Mana ustoz. Ha, yaxshi. Barakalla. Yelimladingmi? Endi mana bunisini yaxshilab tekshirib chiq. Diqqat bilan tekshirib chiq. Zo'r bo'pti. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ada. Nima? Iltimos qilaman. Shu kasbingizni, shu ishingizni tashlang. Mahallada gap so'zga qoldim. Otang birovlar oyoq kiyimini tozalab yuribdi deyshapti. Yig'ishtiring iltimos. Ha, endi siz katta odam bo'lib ketdingiz-da. Gap unda emas. O'zimni oyoq kiyim chiqaradigan zavodim bor, zavod. Siz bu eski oyoq kiyimlarni tikib o'tiribsiz. Nima kerak sizga? Pulmi? Men oyog'ingizni ostiga sochib tashlayman o'sha pulni. Ha o'g'lim, menga pul kerak emas. 40 yildan beri mana shu joyda ishlayman. Mana bunga o'xshagan shogirdlarim bor. Buni ham kimdir davom ettirish kerak. Adajon, men sizni hurmat qilaman. Lekin yaxshi gapni tushunmayapsiz. Shaxsan o'zim mana shu joyingizni